Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sizlarga SNG bo'yicha va O'zbekistonda birinchi bo'lgan turbo Damas ko'rsam, mana shu bo'ladi. Birinchi turbo bo'lib yig'ilgan Damas shu bo'ladi. Polni motor qismini boshqatdan yig'ib chiqdik do'stlar. Polni usilaj qildik motorni. Vashe monster bo'ldi, bahaybat bo'ldi bu. Turbinasi bor, mashina propanda do'stlar. Qo'shimchasiga masino rezervuar qo'ydik. Bu lishniy yog'larni o'ziga yig'ib oladi, sapundan chiqayotgan do'stlar. Tak, bu tomonda bizada blov, o'sha lishniy davleniya havoni chiqazib lishniy havo chiqib ketmasa do'stlar, yorib yuboradi bu joyini mashinani. Mana bu pipingi interkulerdan keladi. Hozir interkulerni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, mana interkuler tagida bo'ladi. Bu turbinani sovutib beradigan narsa. Bu bo'lmasa turbina qizib ketadi. Pipinglari ko'rasizlar, tagidan kirib ketgan do'stlar. Tak, mashinani bitta yurg'izamiz. Bitta ovozini eshitiraman sizlarga. Bu yoqda bizada datchiklar turibdi, yigiti datchik. Bu zaduf ko'rsatadi necha bargacha olishini, bu temperaturasini turbinani necha gradusgacha qizishini. Tak, birgalikda zavayt qilamiz sizlar bilan do'stlar. Tak, ketdi. Datchiklar ishladi, ko'rdinglar. Ovozdan bilsa bo'ladi, mashina bahaybat. Do'stlar, bitta gazini beraman sizlarga, zadufni ko'rasizlar.